Otajonim, ovozingizni yuvib qo'yaysizda. Alloh taolo erkak kishiga otangni rozi qil, onangni rozi qil, jannat. Ayol kishiga eringni rozi qil, jannat deydi. Otasini borligingizda roziligingiz ololmadi. Masalan, otasini urganlar, otasini so'kayotganlar, otasini mehribonligingizga tashlayotganlar qancha ota. Oyoqlari otaniki, onaniki. Bu video مبارك جاءت على دوار زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق